Assalomu alaykum. Voyo kanaliga xush kelibsiz. Videoni boshlashimizdan avval bizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Din haqidagi bahslar tarixi 1000 yil bilan cheklanmaydi. Bu vaqt ichida insoniyat minglab xudolar, yuzlab dinlar, sektalar va cherkovlarni bilib oldi. Har bir din vakili esa aynan o'zining e'tiqodini to'g'ri deb hisoblagan. Bugunga kelib, ilm-fan koinot haqidagi bilimlarimizni nihoyatda kengaytirgan bo'lsa-da, Xudo bor yo'qligi haqidagi bahslar hanuz millionlab odamlar orasida to'xtamagan. Umuman olganda bu abadiy mavzu. Ammo bugun bu sohada bir o'zgarish kuzatilmoqda. Endi dindorlar uchun ilmiy ma'lumotlarni inkor etish ancha qiyinlashgan. Shuning uchun har bir din ilm-fan bilan o'z pozitsiyasini qandaydir tarzda moslashtirishga urinmoqda. Ba'zilar ilmni butunlay inkor etadi, ba'zilar esa texnologiya va tibbiyotni qabul qiladi, lekin fundamental bilimlarni rad etadi. Boshqalar esa ularni qisman qabul qilishga harakat qiladi. Ko'plab musulmonlar bu muammoni boshqacharoq hal qilishdi. Ular nafaqat ilm-fanni qabul qilishga tayyor ekanliklarini e'lon qilishdi, balki Qur'on ilmiy haqiqatlarni o'z ichiga olganini ham da'vo qila boshlashdi. Ularning fikricha, Qur'onda teleskoplar, molekulyar biologiya va kvant mexanikasi paydo bo'lishidan ancha oldin ilmiy hodisalar aniq-tiniq tasvirlangan edi. Ehtimol siz ham YouTube'da mashhur bo'lgan Muqaddas Qur'onda 14 asr ilgari kashf etilmagan ilmiy hodisalar bayon qilingan. Bu kitobda dunyodagi hech bir kitobda yo'q bo'lgan narsalar mavjud. Qur'onda embrion rivojlanishining bosqichlari batafsil tasvirlangan. Koinotning kengayish haqida gapirilgan kabi videolarni ko'rgandirsiz. Va bularning barchasi o'sha davrda ilm-fan va astronomiya hali juda zaif boshlanish holatda bo'lgan paytda yozilgan. Keling bugun bu da'volarni birgalikda tahlil qilaylik va ularning qanchalik mustahkamligini tekshirib ko'raylik. Shuningdek, bu fikrlarning qayerdan chiqqanini ham aniqlab olamiz. Islom haqida gapirish odatda qiyin masala, chunki ko'pchilik musulmonlarning diniy his-tuyg'ularini osonlik bilan xafa qilib qo'yish mumkin. Shuning uchun avval disclaimer. Urvoyo kanali islomga yoki boshqa dinlarga umuman qarshi emas. Har kim istaganiga ishonishga haqli. Biz faqat tekshiriladigan ilmiy faktlar bilan solishtirish mumkin bo'lgan da'volarnigina tahlil qilamiz. Eslab o'tish kerak bo'lgan narsa Qur'on 7-asrda yozilgan va agar u haqiqatdan ham zamonasidan oldinda bo'lgan bilimlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, bu juda katta va kutilmagan hodisa bo'ladi. Musulmonlar orasida mashhur bo'lgan yana bir qator da'volar mavjud. Olimlar Qur'onda katta portlash, ya'ni Big Bang va embrion rivojlanishining aniq ta'rifini topgan. NASA olimlari Oy 2ga bo'linganini tasdiqlagan. Jacques Cousteau va Neil Armstrong islomni qabul qilgan. Agar hurmatli shaxslar islomni qabul qilgan bo'lsa, ular shunchaki qabul qilmagan, to'g'rimi? Bu ta'limot bukeizm deb ataladi va u nisbatan yaqinda, ya'ni taxminan 40 yil avval paydo bo'lgan. Uning asoschisi Maurice Bucaille, fransuz shifokori va yozuvchisi. U dastlab oddiy gastroenterolog bo'lgan va qadimgi Misrga juda qiziqqan. Taqdir uni Saudiya Arabistoniga, ya'ni shohning shaxsiy shifokori lavozimiga olib keladi. Bir kuni u tasodifan fir'avnlarning mumiyolarini tekshirish imkoniga ega bo'lib qolgan. Mumiyo ustida ishlayotib, u Fir'avn Merneptani Qur'onda eslatilgan Muso alayhissalomning ortidan quvib borib halok bo'lgan Fir'avn deb taxmin qiladi. Bucaille bu g'oyadan shu qadar ilhomlanadiki, Injil, Qur'on va ilm nomli kitob yozadi. Unda Qur'on Bibliyaga qaraganda ilm-fanga ko'proq mos kelishini ko'rsatishga harakat qilgan. Bu kitob 1976-yilda chiqqan. Ana shundan boshlab bukeizm tarqala boshladi. Tabiiyki bu g'oya ko'plab musulmonlarga manzur bo'ldi. Endi ular ilm-fanning o'zi Qur'onning ilohiyligini tasdiqlayotganini da'vo qila olardi. Bucaillening kitobi millionlab nusxada sotilgan va bugungi kungacha ko'p musulmonlar uchun muhim manba bo'lib qolmoqda. Saudiya Arabistonida esa Qur'onning ilmiy mo'jizalari haqida baxsus darslar va komissiyalar tashkil etilgan. Bukeizm xristianlarning kreasionizmi, ya'ni yaratish ta'limotiga o'xshaydi. Ammo bir farqi bor. Agar xristian fundamentalistlari ilm-fanning ko'p qismini inkor etsa, musulmonlar ilmiy kashfiyotlarni o'z dini doirasida saqlashga harakat qiladi. Ammo meni bir savol qiynaydi. Agar Qur'onda barcha ilmiy bilimlar bayon qilingan bo'lsa, nega bu kashfiyotlarni musulmonlar qilmagan? Nega ular kvant mexanikasi, genetika, antibiotiklar yoki samolyotlarni yaratmagan? Axir har bir musulmonning qo'lida ilm-fan xazinasiga teng Qur'on bo'lsa kerak. Menimcha bunga javob topish uchun Qur'onning ayrim oyatlarini o'qib ko'rish kerak. Masalan, biz osmonni saqlovchi tom qilib qo'ydik.
Ammo ular uning mo'jizalaridan yuz o'girdilar. Biz yer osmonni to'shak va tog'larni mixlar qilmadikmi? Agar u to'xtamasa, biz uni yaltoqdan tutamiz. Yaltoq yolg'onchi va gunohkor. Sizningcha bu oyatlar qaysi ilmiy bilimlarni anglatadi? Yer atmosferasi quyosh nurlaridan himoya qilinishi haqida, tog'larning yer postiga qanday mustahkamlab kirib borishi haqida yoki frontallik miyasining harakat va yolg'on bilan bog'liqligi haqida. Shu tarzdagi ifodalarni o'qib, men musulmon olimlarning ilmiy kashfiyotlar qilmaganidan unchalik hayratga tushmadim. Agar Qur'on oyatlarini o'ziga xos tarzda sharhlash bilan cheklanilsa edi, bu Nostradamus bashoratlarini sharhlashga o'xshab ketardi. Chunki e'tiqod ilm-fanga to'sqinlik qilmasa, bu yomon emas. Ammo muammo chuqurroq. Qur'on barcha ilmiy haqiqatlarni tasdiqlaydi degan da'volarga qaramay, ko'plab musulmonlar evolyutsiya nazariyasini inkor etadilar. Statistika shuni ko'rsatadiki, ko'plab musulmon mamlakatlarda aholining atigi 30% evolyutsiyani tan oladi. Bu dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biridir. Agar Qur'on ilm-fan bilan to'liq mos kelsa, unda nima uchun evolyutsiyani rad etishadi? Yana bir mashhur da'vo bor. Qur'onda embrion rivojlanishining ilmiy aniq tasviri berilgan deyishadi. Masalan, Qur'on embrionning rivojlanish bosqichlarini batafsil va ilmiy tarzda tasvirlagan. Bu o'sha paytda hech kim bilmagan bilim edi. Keling asl oyatni o'qiymiz. Biz odamni loydan yaratdik. Keyin uni tomchi suyuqlik qilib, mustahkam joyga joylashtirdik. Keyin tomchini laxta qonga o'zgartirdik. Keyin laxta qonni go'sht parchasiga aylantirdik. So'ngra go'sht parchasidan suyaklar yaratdik va suyaklarni go'sht bilan qopladik. Bu oyat zamonaviy embrion rivojlanishini aniq tasvirlaydimi? Menimcha yo'q. Ammo bu fikrni yoqlaydiganlar, sen kimsan, biologiyani bilasanmi? Bu haqiqatni haqiqiy olim Kit Mur tasdiqlagan deb qarshi chiqishadi. Ha, Kit Mur haqiqiy olim, mashhur anatomiya professori edi. Uning ismi Qur'on va ilm-fan haqidagi barcha da'volarda tilga olinadi. Ammo bilishingiz kerak bo'lgan bir narsa bor. Kit Mur Qur'onni sharhlab yozgan asarini musulmon talabalar uchun yozilgan maxsus darslikda. Ammo bilishingiz kerak bo'lgan bir muhim narsa bor. Kit Mur Qur'onni sharhlab yozgan asarini musulmon talabalar uchun yozilgan maxsus darslikda musulmon yozuvchi Abdul Majid Az-Zind bilan birga yaratgan. Bunga esa Saudiya Arabistonda homiylik qilgan. Kit Mur bu ish uchun katta mablag' olgan, lekin keyinchalik bu ishidan afsuslangan ko'rinadi. Hozirda u Qur'on haqidagi fikrlardan voz kechgan va bu borada intervyu bermaslikka harakat qiladi. Ha, Kit Mur hech qachon musulmon bo'lmagan. Ammo musulmonlarning Qur'on embrion rivojlanishini aniq tasvirlaydi degan ishonchi saqlanib qolgan. Bu qarashlarning zamonaviy ilm-fan bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qur'ondagi odam yaratilishi bosqichlari haqidagi tasvirlar biz ko'rgan yoki eshitgan eng to'liq va aniq tasvirlar deyish mumkinmi? Birinchidan, inson hech qanday loydan yaratilmagan. Ikkinchidan, rivojlanayotgan homila hech qaysi bosqichda tish yoki go'sht parchasiga o'xshamaydi. Uchinchidan esa mushaklar va suyaklar bir xil vaqtda shakllana boshlaydi. Ammo boshqa tomondan qaraganda, 7-asr uchun bu tasvir nisbatan ancha aniqroq edi. Lekin bu bizga mo'jiza deb aytishga huquq beradimi? Albatta yo'q. Bundan ham qiziqrog'i, bu matn deyarli so'zma-so'z qadimgi Yunon vrachi Galen asarlarida uchraydi. Tasavvur qiling, agar Xudo tomonidan nozil qilingan kitob qadimgi shifokorlarning risolalarini qaytarayotgan bo'lsa, unda qanday mo'jiza haqida gapirish mumkin? Qur'ondagi ilmiy mo'jizalarning yana bir turi bu soxta ma'lumotlar, ya'ni fake'lar. Misol uchun, Qur'on mo'jizasini NASA tasdiqlagan degan gaplar bor. Masalan, qadimda Muhammad sallallohu alayhi va sallam Oy 2 bo'lakka bo'linganini va qiyomat yaqinlashgani haqida gapirgan. Rivoyatlarga ko'ra Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohdan mo'jiza so'ragan. So'ng barmog'i bilan oyga ishora qilgan. Natijada Oy 2 ga ajralgan. Qismlar uzoqlashgan va yana birlashgan. Ammo bu voqeani isbotlash uchun hech qanday haqiqiy dalil keltirilmaydi. Aksincha, tarqatilgan gaplar shunday. Go'yoki NASAning butun Oy dasturi aynan Qur'onni tasdiqlash uchun olib borilgan. Bu davomni kimdir David Peacock ismli noma'lum Britaniyalik Islom partiyasi yetakchisi tarqatgan. U aytishicha televizorda ilmiy dastur ko'rgan. Unda NASA olimlari Oy haqiqatdan ham 2ga bo'linganini tan olgan. Lekin qani dalillar? Dastur nomi yo'q, olimlarning ismi yo'q, chiqish sanasi yo'q, mutlaqo hech narsa yo'q. Faqat ko'p ko'rilgan videolar va sharhlar qolgan xolos. Agar hatto bunday dastur bo'lganda ham, bu Oy mo'jizaviy tarzda 2ga bo'linganini isbotlamagan bo'lardi. Ammo bunday kuzatuvning o'zi ham yo'q. Shunday ekan, istagan odam chiqib, Britaniyalik olimlar Oy pishloqdan qilinganini isbotladi desa, ko'pchilik buni tekshirmasdan qabul qiladi. Chunki siz Oyda bo'lmagansiz-ku. Qayerdan bilasiz? Oy bilan yana bir kulgili rivoyat bor. Musulmonlar mashhur insonlarni o'z safiga qo'shishni yaxshi ko'radilar.
Bu taqdirga Oyga birinchi qadam qo'ygan inson Neil Armstrong ham duch kelgan. Ko'plab islom saytlarida quyidagi hikoyani uchratish mumkin. 1980-yillarda Armstrong Misrda bo'lgan va diniy musiqani eshitgach, hayajonga tushgan. Va shunday degan: "Men bu ovozni ilk bora Oyda eshitganman. Men Oyga duosiz chiqqan edim. Endi esa men musulmonman." Bu voqea boshidan oyoq to'liq uydirma. Armstrong hech qachon Misrda bo'lmagan va islomni qabul qilmagan. U bu mish-mishlarni ochiqchasiga rad etgan. Musulmonlar xatolarni qidira olishadi, lekin topa olishmaydi. Keling, urinib ko'ramiz. Agar Qur'on matnini bevosita to'g'ri o'qisak, ilm-fan bilan zid keluvchi ko'plab gaplarni ko'ramiz. Misol uchun, Qur'onda 6 kun ichida yaratilish haqidagi rivoyat bor. Teoretik jihatdan kun degan so'zni uzun davr deb talqin qilish mumkin. Lekin nima uchun aynan 6? Zamonaviy kosmologiyada evolyutsion davrlar boshqacha aniqlanadi va hech bir ilmiy modelda Yerning yulduzdan oldin yaratilgani nazariyasi yo'q. Bundan tashqari, Qur'onda shunday noto'g'ri ilmiy tasvirlar bor. Quyoshning loyqa buloqqa botishi, muhrlab gapiradigan chumollar, yulduzlar orqali jinlarni otish. Bu ertaklardagidek, xohlasangiz ishonasiz, xohlamasangiz yo'q. Endi yana bir keng tarqalgan rivoyat, ya'ni Jacques Cousteau haqida gapirmoqchiman. Islom manbalari tez-tez aytishadi. Jacques Cousteau musulmon bo'lgan. Bu 100%. Dalil sifatida Qur'on oyat keltiriladi. U ikki oqim suvni ozod qildi. Biri shirin va jimli, ikkinchisi esa sho'r va achchiq. Ular orasiga to'siq qo'ydi. Buning zamirida sho'r va shirin suvlarning aralashmasligi haqidagi ilmiy kuzatuv yotibdi. Bunga o'xshash manzaralarni suvlarning zichligi va tarkibi farqli bo'lgan joylarda ko'rish mumkin. Lekin bunday hodisani daryo dengizga quyilganda ham ko'rish mumkin edi. Buni oddiy ko'z bilan ham kuzatish mumkin. 7-asrdagi sahro aholisi bunday narsani o'z tajribalaridan bilishlari mumkin edi-ku. Va aslida dengiz va daryo suvlari baribir bir-biriga aralashadi. Agar ular aralashmasa, daryolar dengizga quyilmasdi-ku. Qolaversa, Cousteau ham hech qachon musulmon bo'lmagan. U xristian qabristoniga dafn qilingan. Uning yaqinlari va do'stlari bu mish-mishlarni ko'p marotaba rad etishgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, hech qanday mo'jiza yuz bermagan. Qur'on bu milliardlab odamlarning hayotiga ta'sir qiluvchi muqaddas kitob. Lekin unda 7-asr odamlarining ko'zi bilan ko'rilgan dunyodan ortiq narsa yo'q. Qur'ondagi ilmiy mo'jizalar esa ko'pincha ko'p martalik metaforik shakllar orqali o'ylab topiladi. Ammo men umid qilaman, bir kun kelib musulmon olami yana ilm-fan olamiga qaytadi. Xuddi islomning oltin davrida bo'lgani kabi. O'sha davrda arab dunyosi qadimgi Yunon ilmlarini saqlab qolib, matematikada, tibbiyotda buyuk kashfiyotlar qilgan edi va o'ylaymanki, islom yana o'z darajasiga qachondir qaytadi. Faqat musulmonlar bunday narsalarni chiqarishni to'xtatish kerak. Shu o'rinda men yaqinlovchi bir oyatni eslatmoqchiman. Ular osmon bag'rida uchib yuradigan qushlarga qaramaydimi? Hech kim ularni tutib turmaydi, Allohdan boshqa. Men xohlaydigan narsa esa biroz boshqacharoq. Odamlar qushlarning parvozida aerodinamika qonunlarini, evolyutsiyaning million yillik mevasini ko'ra boshlaganlarida dunyo yanada go'zalroq bo'lardi. Videomiz shu bilan tugamaydi. Agar kanal rivojlanishini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashishdan charchamang. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun esa katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.